Ishsiz va ish qidirayotgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r yangiligimiz bor. Endi sizlar zargarlik, kran haydovchisi, grafist, buxgalter, sartarosh va shu kabi 35 turdagi bugungi kunda bozori chaqqon bo'layotgan kasblarni vaucher asosida bepul o'rganishingiz mumkin. Bu yaqinda imzolangan prezident qarorida belgilab qo'yildi. Kasblarni xohlang davlat, xohlang nodavlat o'quv markazlarida o'rganing. Vaucher hammasiga o'tadi. Ushbu tizim 1-fevraldan Samarqand viloyati va Toshkent shahrida sinovdan o'tkaziladi. 1-maygacha barcha hududlarda joriy qilinadi. Yosh chegarasi degan gap yo'q. Mablag'ni ham o'ylamang. Qancha muddat o'qishingizdan qat'iy nazar 100% to'lab beriladi. Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi tomonidan to'lovning dastlabki 50% o'qish boshlanganida, qolgan yarmi tamomlaganingizda, yana ham aniqrog'i sertifikat olganingizdan so'ng o'quv markaziga to'lanadi. Xo'sh, vaucherni olish uchun nima qilish kerak? Buning uchun tuman yoki shahardagi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga uchrashing. Bir necha daqiqalarda telefoningizga yuborilgan havola orqali QR kodli vaucherni yuklab olasiz va uni to'g'ri o'quv markaziga olib kelasiz. Bo'ldi. Sizning ishingiz bitdi. O'qishni boshlayvering. Hisob-kitob ishlari o'quv markazi va bandlikka ko'maklashish bo'limi o'rtasida amalga oshiriladi. Vaucher qaysi viloyatdan olingan bo'lsa, o'sha hududdagi o'quv markazlari uchun amal qiladi. Masalan, Toshkent shahridan olgan bo'lsangiz, poytaxtning istalgan tumanidagi o'quv markazlariga o'tadi. Shoshiling. Bu zo'r imkoniyat. Undan foydalanib, bozori chaqqon kasb va daromad egasiga aylaning. Ha aytgancha, nodavlat o'quv markazlari vaucher tizimida o'qitish uchun quyidagi havola orqali ariza topshirib, kerakli hujjatlarni taqdim qilishi mumkin. Keyingi videorolik shu haqda bo'ladi.